Turkiy xalqlarda erkaklar qulog'iga zirak taqqanmi degan savol paydo bo'lyapti. Men bu masalani Boburning surati olingan miniatyurada uning qulog'iga e'tibor berdim. Qulog'ida zirak bor. Bu shunchaki Boburga nisbatan haqoratmi, tuhmatmi degan bir fikr paydo bo'ldi va mana shu masalani qiziqib tekshira boshladim. Qadimgi va o'rta asrlardagi turkiy xalqlarda erkaklarning zirak taqishi oddiy hol bo'lgan va bu chuqur ijtimoiy, madaniy ma'nolarga ega bo'lgan. Turkiy erkaklarning zirak taqish an'anasi haqida asosiy ma'lumotlar. Ijtimoiy mavqe ramzi. Qadimgi turkiylarda, masalan, ko'k turklar, uyg'urlarda zirak ko'pincha erkakning jamiyatdagi mavqei, boyligi yoki urug' oqsoqoli ekanligini bildirgan. Jangchilar va botirlar. Ko'plab turkiy qabilalarda zirak taqish jasorat belgisi hisoblangan. Ba'zi manbalarga ko'ra, ota-onasining yagona o'g'li bo'lgan yigitlar ko'z tegmasligi yoki alohida e'tibor ramzi sifatida ham bitta qulog'iga zirak taqqanlar. Diniy va e'tiqodiy qarashlar. Islomgacha bo'lgan davrda shamanizm va boshqa qadimgi e'tiqodlar ta'sirida zirak yomon ruhlardan himoya qiluvchi tumor zirak vazifasini ham o'tagan. Tarixiy shaxslar. Tarixiy manbalarda va miniatyuralarda ba'zi turkiy hukmdorlar va sarkardalarning, masalan, ba'zi Safaviy va Boburiy shahzodalar qulog'iga zirak taqqanligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Shoh Ismoil Safaviy va ba'zi qizilboshli jangchilar zirak taqqani ma'lum. Islomiy davr va o'zgarishlar. Islom dini keng yoyilishi bilan erkaklarning zirak taqishi ham asta-sekin barham topa boshladi. Shariatda erkaklarning ayollarga taqlid qilishi, shu jumladan ayollarga xos taqinchoqlar taqishi ma'qullanmaganligi sababli bu an'ana vaqt o'tishi bilan kamaygan va asosan ayollarga xos ziynatga aylangan. Xulosa qilib aytganda, qadimgi turkiy madaniyatda zirak erkaklar uchun nafaqat bezak, balki sharaf, jasorat va nasl-nasab belgisi bo'lgan. Endi bugungi kunda ba'zi bir yigitlar zirak taqishyapti. Buni oqlamayman hech qachon. Endi bu o'tmishda shunaqa bo'lgan ekan, bugun ham shunaqa qilishimiz kerak degan bir fikr bo'lmasligi kerak. O'tmish qolib ketdi. Erkaklar, o'g'il bolalar uchun zirak taqish bugungi kunda uyat hisoblanadi. Demakki, biz bugungi kun bilan yashashimiz kerak ekan.